Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Abdulaziz va bugungi videomizda Minecraft o'yinida bunker quramiz. Esingizda bo'lsa, men birinchi videomda olmosli uy qurgan edim va u prosmotri ham, videolar layklari ham juda ko'p bo'ldi va men yana Minecraft videodan chiqaryapman. Do'stlar, agarda mana shu videoning tagiga 10 ta layk yig'sa, bundan keyingi video horror bo'ladi, ya'ni qo'rqinchli o'yin o'ynaymiz. Bundan keyingi video. Agarda mana shu videoning tagiga 10 ta like yig'ib bersanglar, bundan keyingi video albatta horror bo'ladi. Ya'ni qo'rqinchli o'yinlar. Xo'p, biz endi ketdik bunker qurishga. Xo'sh, mana bizga bunker qurish uchun kerakli bo'ladigan asbob-uskunalar va biz hozir bunker qurishni boshlaymiz. 1, 2, 3, 4 ta. Bo'ladi mana shu 4 ta va bu yerga obsidian qo'yib chiqamiz va ana endi kovlab ketaveramiz, pastda uy quramiz do'stlar. Mana bo'ldi, mana shu ko'riklar yetadi. Ana endi biz zinalarni esa mana bu obsidiandan qilamiz, chiroyli ko'rinishi uchun. Xo'p, bularni olamiz. Bo'ldi, mana. Endi biz devorlarini bedrockdan qilib chiqamiz, chunki bedrock anchagina mustahkam. Bo'ldi. Yana ham xuddi shunday. Mana bo'ldi, mana bu pastga tushadigan yo'l bo'ladi va biz hozir tomini qurib olamiz. Bo'ldi. Mana. To'xtanglar. Bu xato ketdi. Buni buzamiz. Mana. Mana bu teshik. Bo'ldi mana. Ana endi biz bu yerni shunda qoldiramiz. Ya'ni biz mana bu yerga ketgandan keyin tomini anchagina yopishga imkoniyatimiz bo'ladi. Xo'p. Oxirida ko'rasizlar, bu juda ham sinam va yaxshi bunker bo'ladi. Mana bo'ldi, mana shu uzunligi yetsa kerak. Ha, bo'ldi, yetadi. Hozir endi biz mana buni olib turamiz. Chunki xato ketyapti ancha. Minecraft o'ynamaganimga ham juda ko'p vaqt bo'ldi. Va endi mana bunker quramiz sizlar bilan hozir bu yerda. Xo'p, hammaylar ketdik. Mana devorlarini bedrockdan qilib chiqamiz. Bo'ldi, mana. Buni yopib qo'yamiz. Mana xo'sh, bu yerni bundoq. Mana. Ana, o'sha devorlarni qurib bo'ldik, do'stlar. Mana
Ajoyib chiqdi. Va endi biz buni eshigini quramiz. Mana bu yerdan hozir mana bu yerda eshik qilib olamiz. Mana shu yerda eshik bo'ladi. Temir eshik bo'ladi va bu avtomatik o'zi yopilib o'zi ochiladigan bo'ladi. O'zi ochiladigan bo'ladi. To'xtanglar. Mana endi bo'ladi. Bu yerga ham bitta mana qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Va biz endi to'xtanglar. Bu yerni bedrockdan qilsa cho'ta bir xil bo'lsa bo'lmayapti. Bu yerni obsidian qilib chiqamiz. Mana bo'ldi. Va endi biz tomini yopib chiqamiz. Tomini. Ketdi bo'lmasa. Mana. Mana. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'sh, endi biz mana tomini qurishni davom etamiz. Bo'ldi. Mana tomini bitirib bo'ldik va endi ichkarisini bu yer qop-qorong'i bo'lib qolibdi. Shuning uchun biz chiroq olib qo'yganmiz. Mana shu chiroqni hozir sizlarga o'rnatamiz. Lekin undan oldin hozir qo'yib olishimiz uchun bizga fakil kerak. Mana. Endi hozir chiroq qo'yamiz bu yerga. To'xtanglar. Bu yerga emas, boshqa yerga qo'yamiz. Xo'p, qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana bu yerga qo'ysak bo'ladi menimcha. Bo'ldi. Mana. To'xtanglar. Bu chiroq juda ham ko'p bo'lib ketdi. Buni olib tashlaymiz. Xo'p, to'xtanglar. Mana bitta bedrockni, ya'ni obsidianni sindirib olibman. Hozir shuni qo'yib olamiz. Biz fakil qo'yaveramiz. Bu chiroq texnikasiga o'xshamadi. Ya'ni juda ham ko'p dastak qo'yish kerak ekan. Shuning uchun fakil qo'yaveramiz. Xo'p, bu yerga bitta. Bu yerga bitta. Mana. Bo'ldi. Xo'sh, mana bo'ldi. Ana endi biz kravat qo'yamiz. Kravatni olamiz, bu yerga qo'yamiz. Nimaga qo'ymayapti bu? Ha, bo'ldi, qo'yildi. Bo'ldi, mana bu yerga qo'yamiz. Endi bizga pechka va vestak kerak. Mana vestakni bu yerda olamiz. To'xtanglar. Bu yerga mana ikkita qilib qo'yamiz. Va endi biz bu yerga bu yerga emas. Mana bu yerga bo'ldi. Bu yerga hozir mana pianino solamiz. Bu yerda mayli, ketdik. Xo'sh, endi biz bu yerga umanik qo'yamiz. Hozir bizga ilmoq va mana bu va pakir kerak. Bo'ldi. Mana bo'ldi. Endi biz kitob javonlarini qo'yib chiqamiz.
kitob zavolarini olamiz va qayerga qo'ysak bo'ladi buni? Mana bu yerga qo'yamiz. Bu yerga olib tashlaymiz. Mana bo'ldi. Va endi bitta uqlab olamiz va videoni tugatamiz do'stlar. Shu yerda. Bo'ldi. Mana bizning bunkerimizning tepadan ko'rinishi. Mana agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Boya aytganimdek, bu videoning tagiga 10 ta like chiqsa, horror video, ya'ni qo'rqinchli videolarni ham olamiz, do'stlar. Like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar va mening yangi maqsadim 200 ta obunachi va bu 200 ta obunachiga meni ozgincha odam obuna bo'lsa bo'ldi. Va obunalarimiz ko'payishini xohlayman. Shuning uchun ko'rib turgan barcha insonlar obuna bo'lsa, men bemalol 1000 taga ham chiqib keta olardim. Faqat sizlar obuna bo'lishingiz kerak. Sizlar obuna bo'lsangizdan mendan mana shunaqangi videolar chiqadi. Komment yozinglar, videoga like bosinglar, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.